Xudo xolasa staray 2 etaj 209 kvadrat joyni göstermen. Rasentadagi Mo'min bozoridan kirib ketsanglar bo'ladi. Azamat pivoxona desanglar hamma biladi. Asfalt bo'lgan ko'cha, mashina o'tib turibdi. Ena bir adım yo'l. Bahasam zo'r bahada joyni ko'ringlar, baho beringlar. Kimga yoqsa kelasizlar xudo xolasa. Gücümle kelgan beda mashina ko'chalarim bo'ladi. Paxsalar beklangan. Eldingiz yine güleş ko'tdilar gördingizlar. Bera xudo xolasa yine mabada qishda yomg'irda mashina ko'chada bo'ladi. Xolasangiz yozdan ham. Bera tapchan qo'yib berasizlar, o'tirsangiz ham bo'ladi. Bir de gaz koyup o kat pişirip o'tirsangiz ham shashlik pashga ketadi. Suvlar get tuttu. Shunga giramiz. Üç ölçükler hem qo'yilgan, konditsionerlar ham bor. Aqua aynalar qo'yilgan, rishotchalar qo'yilgan. Endi aytib o'tishim kerak-ku, bunday nasibetlar ham bor. Aldiram beklangan yine. Endi xudo xolasa ichana giramiz. Beramiz yine. Bir de g'allar qoladi ekan, qamajar ketadi. Bir ikkindi pedallar qoladi. Masalan da. Shuning gaplar. Sırap zoru xudo xolasa ko'rib turinglar. Agarda aytsakim, bunda katyolan bor. Mana aytmabmasizlar. 10 modda qizadi xudo xolasa, yoqsangizlar. Chunki kichkina katyol qo'yilgan. Avvalgi katta katyollarni qo'yilgan vaqti bir yarim soatda qizganmi, kichkina katyollarda 20 minutda qizadi uzoqi bilan. Registrlar o'tilgan. Shuning gaplar. Hozir endi xudo xolasa 10 qo'lda birinchi solamiz. Perdalari qoladi. Mebellar ketadi ekan. Aynan. Lyustralar ham bor. Akkuratni. Me'mor shodan kelib, shodan ketadi. Şöyle düzük koyarsa xalasanızlar, buna ham gelsizlar qoladi ekan bu ham. Mabada gelsangizlar. Lekin g'allari qoladi. Bu yerda o'tirib yeb ichib, tez yo'ldan ko'rsangizlar bo'ladi. Bunda banisi svetdan yoqmabman ekan bu yerda. Chunki aynan. Yozgi hojatxonasi ham bor, bani, rakovina, aresorlar qo'yilgan. Bular qo'yilgan. Bu yerda xalasanızlar kirmashin emas, kirmashin nishonda qo'yib ham bo'ladi. Ya ko'p bo'lam bu yerda. 2dan qo'ysa bo'ladi. 2dan qo'ysa bo'ladi ekan, prosta ko'pdilar bu yerda. Endi birov ishga chiqadi, boshqa ketadi, bu yerda kirib turadi avtomat ko'rsangizlar. Bu yerimiz taxta ishdan qo'yilgan sababini ham aytib o'ting. Ko'p vaqtda boradi degan maqsadda qo'yilgan ekan, yangi sotish uchun emas. MDF qo'yib turib xo'sha ko'rsatsa ham bo'lar edi. Bu taxta ish bilasizlar, ko'p vaqtda ketadi. Bir lakni urib berasizlar, oydin bo'ladi. Ikkinchi etajga keyin chiqamiz. Beda azvercan taxlab tuttular, uzurlu dediler. Şimdi şu önüne sen şundan bir gözetip ötemen. Bellerimiz kafil boğan. Yine. Birimiz aşxanamız. Xaladinlik. Böyle bir gözünde boladı. Gazı ba. İş kılıp bellerini azgına parat kesipese zor boladı. Lekin aşxanasam çettegine xalasanızla bedem oturup bir içperse boladı. İş gör turgan perdeleriz kaladı. Setam var ekan, yaxshi boringlar, setam qoladi. Bu yoqda ishtaram. Ena. Baq tarafi bor. Endi qisqacha obzor etib beraman sizlarga xudo xolasa. Nechun desa, joy olacak adam. Baribir ko'rish kerak, ko'p odam yo tez chiqib ketadi-ku. Bu yerimiz kladovkamiz. Ena. Taxlab qo'ydilar. Bir pasta ko'chalar ham bo'ladi, 2, 3 bir yere kompot, sampot basasizlar bo'ladi. Mana. Yo'q, bir yere kompot basınman desangizlar, bu yerni olib qo'yib, bir kichkina bir qanot ko'chadan bo'ladi. Shashib pishirmakka ketadi bu yerimiz. Rishotchalar qo'yilgan. Bu yerda kichkina tizam bor, bu yerda gulak pachasi bo'ladi, bu yer ekilmagan, chunki bular hammasi ishli. Bu yoqda yozgi, yashamaydi ekan 5 yil oldu. Bu yoqda yozgi hojatxonamiz ham bor. Endi xudo xolasa sizlarga ikkinchi etajni ko'rsataman. Bu yoqda yana xudo xolasa bu g'allar ham döşab ko'tdilar, döşab o'tirmaysizlar. Bu yerda ham maradinigina yozibdi bu yerda.
Xudo xolasa depeye chiqqandan keyin bu anda yine bir o'tiradigan yerimiz bor. Şimdi gaplar. Ha, 10 kolda girgenden çıkkandan resmiyse abzorunu serperine oturttu bugün. Yine bir yerimiz bir spalni xanamız. Aynası bor. Quyosh tushadi, shamol aylanadi. Hamma yeri taxta eshikdan qo'yilgan. Bu yanımız yine bir detski xonamiz. Ustallar ketadi. Ben ham ya detski xonada ko'rsatlab bo'ladi. Bu ham oyna, quyosh tushadi, akvadan qo'yilgan, shamol keladi. Endi esa bu yerni gördüğünüzde bir oturmakka bir adinnet ko'tdilar. Bu yanda yana bir xonamiz bor. Yine. Bu yerimiz dim katta xona bu. Bu yan ko'chaga qaragan. Ko'chaga qaragan. Remotlar ham normalni. Lyustralar bor. Bellari natojniy emas lekin. Natojniy emas. Shuna e'tibor beringlar. Natojniy bilan buning orasida farq bor. Bunda bilasizlar o'zlaringiz. Endi ko'p odam ozak vaqtda barib ko'radi-ku. Shuning gaplar. Yana bu yerda svetni qilib olib mehmon so'zlar bo'ladi. Masalan, pastda birov o'tirsa, tepada mehmon qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Bunday o'tirmakka. Bu yerda quyosh tushadi. Endi bahosini aytib o'taman sizlarga bir pastga tushirib. Bular ham meni bir laqur berasizlar, lekin yaldirab turibdi. Aziz narsadan qo'yilmagan, poldan yaxshisidan qo'yilgan. Açakin men bir endi aytib o'tishim kerak. Ko'p odam ko'rgandan keyin. Bu yerda bahosini aytaman, bahosi 800 ming so'm, 800 million so'm. Gelishiladi, konditsionerlari bor, bundayna nara qistilgan. Xalasanızlar uy nomininden beraman, egasi nomininden beraman, ortadan maktel bo'lmaydi. Ana ko'p odam o'ylaydi, maktel puli ko'p pul qo'yadi deb yo'q. Men kanalimda unlaymiz. Gelasizlar, egasini necha so'm bersa, shuncha so'm olaverasizlar, xudo xolasa. Muammosi yo'q. Shuning gaplar. Asa nominlarni aytib o'taman, 87 lik 607 87 87 998 87'lik 607 87 87. Kameralarım var ekan, bular ham qistilgan. Xalasanızlar. Ben açık koyup mesela meni ko'chaga chiqib o'tiracaksizlar. Mesela yozda yomg'ir yog'ib turibdi, ya bir shamolda o'tiracaksizlar. Beni düzüp koyup bir yere spalnik qo'ysangiz ketadi. Bir yere mashinangizni qo'yaverasizlar. Eldindan lekin mashinkadan joyi bor. Lekin ishtimagan yoqdi. Endi qani xo'jalarlar chiqib turibdi. Yog'dayimiz zo'r kelsa men ham ajakmiz. Mulk hech qachon zarar etmeydi. Konditsioner ham yetib turibdi. Svetlari bor ko'rsatdim. Nomerlarni esa yozib qo'ydim, xudo xolasa. Opisiyadan ham yozib qo'yaman. Telefon tavarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.